Ramazan iyi cennetni qazanish iyidir. Sahil ibn Said radıyallahu anhudan Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom jannatda Rayyan, ya'ni ussizlik his qilinmaydigan ismli bir eshik bor bo'lib, ro'za tutuvchilar qiyomat kuni bu eshikdan kiradi. Ulardan boshqalar bu eshikdan kirolmaydi. Qiyomat kunida ro'za tutganlar qani deyiladi va ro'za tutuvchilar to'plashib bu eshikning oldiga kelishadi. Ondan ular bu eshikdan jannatga kiradi. Ulardan boshqa hech kim bu eshikdan kirolmaydi. Ular kirib bo'lgandan keyin bu eshik yopiladi. Mana bu dunyoda Alloh taolaning amrini tutib, ro'za tutgan kishilarga oxiratda beriladigan katta in'omlarning biridir. Chunki ular bu dunyoda ro'za tutish jarayonida ussizlik va ochlik dardi chekkanligi uchun Alloh taolaning ularni alohida farqli mukofotlashi ajablanarli emas.